169 ming so'm pulga ham 60 dona tosh, 5 kilolik miyoma, u dahshat narsa. Men ishonmadim, haqiqatni ko'rdim. Agar haqiqatni izlab yurgan bo'lsalar, mana shu yerda haqiqat kelib ko'zlari bilan ko'rsinlar. Lekin mana ishimichski insultim yaxshi bo'ldi. Men boshqa joyga borib davolanganim yo'q. 26 ta malham ichib borgandan keyin shunday qarasam, mayda harfni ham o'qib bilaman. Hozir ham mayda harfni ko'radi ko'zim. Ko'zim achkini tashadi. Ikkita katta operatsiyani arzimagan 169 ming so'm pulga meni davolab qo'yganlar. Men ham meditsinada ishlayman. Bu pulga hech kim qaramaydi. Meditsinada savdogar doktorlar bor. Bu malham meni 15 yil umr ko'rishimga sababchi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu yerga kelib davolanayotgan aziz insonlar. Men Hamro'yeva Sora, Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashayman. 34 yildan beri akusherka bo'lib ishlab, mana pensiyalik ta'tilidaman. 2010-yilda men og'ir ahvolda shu yerga kelganman. Professor Berdiqul Jo'raqulovich meni ko'rganlarda hushimdan ketib qolganman. Keyin qaytib chiqqanimda 26-27 Xorazmdagi yigit bilan kiruvdik. Xorazmdagi yigitga qarab, bu mashinaga ekan, meni ko'rmadi deb aytganman. Shunda menga 169 ming so'm bor yo'g'i pulim bo'lganda, xonamga borib, nohaq shu 169 mingni shu yerga ishlatdim deb uxlab qolibman. Shunda Ergash ota tushimga kirib, o'zlari keldilar. Yelkalari keng, barvasta, oq kiyimda kelib, menda ishimichski insult berganini bu yerda kelib hamma ijobiy narsalar olib ketasan deb bosh barmog'imni ushladilar. Shunda 3 ta malhamdan keyin 60 ta tosh tushdi. Shundan keyin yuragim ko'chada chiqib turdi, liqillab turdi. Tosh tushgandan keyin yurak qaytib joyiga kirdi-da. Keyin shu 15 ta malhamning ichiga 5 kilolik miyomani men tug'dim. Shu tug'ruq vaqtida yer yorildi, shundan hech qayerga sig'madim. Keyin doktorning oldiga kirib, qanaqasiga siz doktor bo'lishingiz mumkin? Men operasion akusherkaman, og'riqsizlantirib ishlayman. Siz nimaga og'riqsizlantirmay ishlayapsiz? Yer yorilibdi, men og'riqqa chidayolmayman deb ollariga kirsam, doktor kamtarinlik bilan og'riyaptimi deb so'radi. Shunda kechqurun seans bo'ladi, shunga kiring dedi. Kechqurun seansga kirsam, Alham surasini o'qidilar. Shu vaqt oppoq nurga to'yli xona. Shunday jannatga kirib qoldim. Tanamni bir joyiga og'riq qolmadi. Hamma joyim og'riqsizlandi. Kechqurun 1-2 laga joyimdan tursam, 5 kilolik shu o'zim akusherkaman, 5 kilo taxmin qilaman. Xunuk qop-qora go'sht miyoma tushib ketdi. Ushlab qololmadim, unitazga ketib qoldi. Shunda 15 ta malhamga Ergash ota va'da qilgan 2 ta katta operatsiyani arzimagan 169 ming so'm pulga meni davolab qo'yganlar. Men ham meditsinada ishlayman. Bu pulga hech kim qaramaydi. Meditsinada savdogar doktorlar bor, davolovchi doktorlar bor. Bu odam davolovchi doktorlarga kiradi. Ilohim payg'ambarimiz orqalaridan o'tirsinlar. Ergash otaning joylari jannatga bo'lsin. Qilgan chiroyli amallari Allohimni sevintirib, payg'ambarimiz orqalaridan o'tirishni kishiga taqdir nasib qilsin. Mana 15 yildan beri men Ergash otaning mukofotlar sababchi bo'lib umr ko'rdim, yashadim. Hozir ikki tomonim ham yaxshi ishlaydi. Ishimichski insultlarim yo'qolib ketdi. Tanam bir xil rivojlangan. O'sha vaqtda bir tomonim semiz, bir tomonim ariq holatda edi. Mana shundan beri harakat qilaman kelishga. Malhamlarni ichishga harakat qilaman. Bu men uchun berilgan eng katta mukofot.
Bu yerda bir malham emas, ilohiy quvvat ham bor. Allohga oshiqlik bor. Hech qachon bunday quvvatni boshqa joyda ko'rganim yo'q. Ilohim payg'ambarimiz orqalaridan o'tirib, Allohning huzurida yuzlari qizil bo'lib borsinlar-u, qilgan taxminlarim, qilgan xatolarim uchun men Allohimdan mag'firat so'rayman. Hammalaringiz ham kelib shu yerdan shifo topib ketishlaringizni istayman. Chunki menga 15 yil umr ko'rdim shu yerda orqasidan. Bu men uchun eng katta mukofot. Biz ham odamlarga yaxshilik qilamiz, lekin ertaga bir kun yashash uchun ukol-dori qilamiz. Lekin bu malham meni 15 yil umr ko'rishimga sababchi bo'ldi. Hali niyatlarim katta, yana kelib malhamlar ichyapman. Yana umrim uzoq bo'lishini xohlayman. Joylari jannatga bo'lib, payg'ambarimiz orqalaridan o'tirsinlar.